Assalamu alaykum, hürmetli televizor körgüçüler. Dünya Uyghur Kurultayı Tor Televiziyasının günlük haberler programımıza hoş geldinler. Ben Kitkar Abdurşid. Hürmetli görürmenler. Tövende diqqatinglar günlük haberler programımızın tafsilatı bolsun. Dünya Uyghur Kurultayı bilen Uyghur Kişilik Hukuk Quruluşunun Şarq Türkistan halkı qarta ırqı qırğınçılık ve insanlıqqa qarşı cinayet yürgüzüatqan Xitay hakimiyeti ve bu xil qırğınçılık bevosita komandallık qılıvatqan Xi Jinping başçılıqdaki Xitay əməldarları üstüden Argentina Cinayet İşler Sotuğa arznama sunuşu chet ellerdeki Uyghur qeyrindaşlarımızını alayda söyündürüş bilen birge Xitay bilen nayet yaqin münasebetli bolup kelgen Argentinanın her qaysı sahalarını mo hang-tang qaldırdı. Qırgızstandaki Uyghur cemaatinin hürmetki sazavar aqsaqılı ve peshqadam Milli köreşçimiz Muzaffer Qurban efendim bu münasebet bilen Qurultay merkezi organıga yollagan tebrik xetide Uygurlarga qarta ırqı qırğınçılık ve insaniyetga qarşı cinayet yürgüzatqan Xitay üstüden Argentina sotuğa arznama sunulganligidan Qırgızstandaki bütün Uygur cemaatinin cheksiz memnun bolganligini ifade qilish bilen birge Buenos Aires'te faaliyet ilip beriyotgan Dolqun Eysa ve Ömer Kanat efendilerge Qırgızstan Uygurlarının salımını yollaydiganligini bildirdi. Dünya Uygur Kurultayı bilen Uygur Kişilik Hukuk Quruluşunun arznamasi 17 Avgust günü Dünya Uyghur Kurultayının reisi Dolqun Eysa, Qurultay İcraiya Komitetinin reisi ve Uyghur Kişilik Hukuk Quruluşunun direktörü Ömer Kanat, Qurultayının Angliyadaki advokati Michael Polak ve Qurultayının Argentinadaki advokatları Gabriel Cavallo ve Juan Neto'lardan terkip tapqan arzdarlar heyeti tarafından Buenos Aires'teki Argentina Federal Sotçular heyetiga tapşırılgan idi. Bu arzning sunilishi dastlabki muhim qadam bolup, agar sotçular delo turg'izishni qaror qilsa, jinoyatni tekshirib tahqiqlash bosqichi boshlandi. Dünya Uyghur Kurultayı bilen Uyghur Kişilik Hukuk Quruluşu sotqa texim güçlük delillerini sunup, Xitayning ırqı qırğınçılık ve insaniyetga qarşı cinayetlerini ispatlashga tirishdi. Sot bu delillerge asasen javobgar üstüden arz qilib, onun üstüden tutuş buyruğu chiqirdi ve onunga sot açıdı. Sot agar Uygurlarga ırqı qırğınçılık yürgüzgen ve insaniyetga qarşı cinayet ötküzgen eng cho'ng shaxsning delosini turg'izsa, guvohchilarni sot ispat berishga chaqirdi ekan. Bu arz Uygurlarning Xitayning jinoyat isbatlarini davlat sotlariga rasmiy sunishi, shundaqla tunji qitim Xitay zo'ravonlarining qabih jinoyatlaridan hisob so'rash yo'lidagi muhim qadam hisoblanadi. Dolqun Eysa ve Ömer Kanat efendiler Buenos Aires'ten istansımız qilgan sözlerde Argentina sotuğa arznama sunish hareketini maddi ve ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlagan tashkilotlarimizga, siyasi faoliyatchilarimizga ve keng avam xalqimizga alayda minnatdorlik bildirganligini ifade qilish bilan birga arznamaning sunilishi bilan eng muhim qadamning tashlanganligini, agar Argentina Jinoyat ishlar soti arzini qabul qilib tekshirish boshlatgan taqdirda guvohchi ve shahidlarning qatnashishida orqa-orqadan sotlar ochilganligini, shuning uchun bundan keyin chet ellardagi qarindoshlarımızning maddi ve manevi jihatdagi yordamlarga jiddiy ehtiyoj tuydiganligini ta'kidlashdi. Dolqun Eysa ve Ömer Kanat efendilerinin 15 Avgust başlatgan Argentina ziyarati davom qilmoqda. 17 Avgust günü arznama sunish ve bu vaqtda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazish faoliyatlarini muvaffaqiyatli tamomlagan Dolqun Eysa ve Ömer Kanat efendiler shu kuni yana Buenos Aires shahrida Amerikaning Argentinadagi bosh elchisi bilan Argentinadagi kishilik huquq tashkilotlari ve ommaviy tashkilotlarining mas'ullari, shundaqla musulmon, xristian, yahudi jamoatlariga mansub diniy guruhlarning vakillari bilan keng doirada uchrashuv ilib berib, ularga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Argentina sotuğa arznama topshirilgandan keyin Dolqun Eysa ve Ömer Kanat efendiler Argentina matbuotlarının asosli ziyorat qilish obyektiga aylandi. Dünya Uyghur Kurultayı bilen Uyghur Kişilik Hukuk Quruluşunun Argentina sotuğa arznama sunishidagi asosli sabab shuki, Argentina Jazo Mahkamasi nayeti keng doiralik salohiyatga ega bo'lib, Argentina asos qonunining 118-moddasi bo'yicha Argentina Jazo Mahkamasi mayli kim yoki qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan o'rin va shaxslar ustidan mustaqil tekshirish ilib berish ve ularning jinoiy javobgarligini surishtirish huquqiga ega. Buning asosan Argentina Jazo Mahkamasi insoniyatga qarshi jinoyat ishlagan ispaniyalik diktator Francisco Franco ve Rohingya musulmonlarga qarta irqiy qirg'inchilik ilib borgan Berma hokimiyati ustidan tekshirish boshlatgan edi. Dünya Uyghur Kurultayı Argentina sotining bu afzalligini ko'z tutib, o'tgan yili Uyg'ur Kişilik Hukuk Qurulushi bilan birlikda Argentina sotiga Xitoy hokimiyati ve amaldorlar ustidan arz sunish qarori olgan ve Londondagi dangliq advokat Michael Polak efendimni arznoma tayyorlashga mas'ul qilgan. Yana Argentinada maxsus advokat tutgan edi. Uyghur Mecburi Emki haqqida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alayda tekshirgich amaldori Tomoya Obukota tarafidan 16 Avgust günü e'lon qilingan Hazır huquqliqning shakllari nomli doklad xalqaroning kuchlik diqqatini qo'zg'adi.
Mazkur dokladning Xitoy hukumati xalqaro emgak tashkilotining asos xitobnomasidagi majburiy emgakka qarshi turishga munosabatlik 2 moddasi qo'l qo'yib, 4 kun o'tmayla e'lon qilinishi Xitoy hokimiyatining yuziga urilgan qattiq bir kachat bo'ldi. Doklad e'lon qilingandan buyon asosli g'arb matbuotlari mazkur doklad haqida bas-bas xabar mulohiza berishga boshladi. Bu doklad dunyoning diqqati BDT kishilik huquq kengashining oliy komissari Michel Bachelet 31 avgust vazifasidan ayrilishdan ilgari Uyg'urlar to'g'risida tayyorlangan dokladni e'lon qilamdi yo'q degan savolga markazlashgan bir chog'da e'lon qilingan edi. Ammo nurg'unlagan axborot vositalari bu oyning oxirigacha Uyg'urlar to'g'risidagi umumiy dokladning e'lon qilinganligini jazmlashtirmoqda. Mutaxassislarning qarashicha, 2018-yili 9-oyda BDT irqiy ayrimchilikqa qarshi turish komiteti 1 milliondan ortiq Uyg'urning jazo lagerlari qamalganligiga doir dokladni e'lon qilg'ichi bo'lgan muddat ichida davlatlar va matbuotlar Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jazo lagerlari siyosatiga ancha ko'ngil bo'lmagan. Shu qatimqi doklad e'lon qilingandan keyin andin jazo lagerlari masalasi xalqaro kun tartibini egallashga bugungi kun kelganda 10 davlat va parlament tarafidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyat deb e'tirof qilinishga boshlagan. O'xshashla Uyg'ur majburiy emgaki masalasi Amerika hukumati tarafidan e'tirof qilingan. Bu vaqtda Amerikada Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni kabi maxsus qonun belgilamalar tuzilgan. Bir qism g'arb ellari buningga yaqindan ko'ngil bo'layotgan bo'lsa-mu, ammo Amerikadan boshqa Uyg'ur qul emgaki masalasini rasmiy va oshkor e'tirof qilib qonunlar tuzgan davlatlar asosan yo'q deyarlik bo'lib, BDT tadqiqotchisi tarafidan e'lon qilingan hozir qulluqning shakllari nomli doklad balkim buningga turtki bo'lishi mumkin ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining alayda tekshiruvchi amaldori Tomoya Obokota tarafidan 16 avgust kuni e'lon qilingan hozir qulluqning shakllari nomli dokladda Sharq Turkistonda davlat tarafidan belgilangan farqli ikki xil sistemaning mavjud ekanligi, uning birining kasbiy mahorat tarbiyasi va markaziy tarbiyalash sistemasi, yana birining emgak kuchlarini yo'tkash orqali nomrodlikdan qutqizish sistemasi ekanligi ta'kidlangan. Dokladda mundaq deyilgan: Alayda tekshiruvchi Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'ur, Qozoq va boshqa sonliq millatlarni majburiy emgakka selish yuz beryotidi deb yakun chiqarishni muvofiq deb qaraydi. Alayda tekshiruvchining qarashicha, taraflarning qilayotgan emgakining majburiy emgak xarakterini ko'rsatib beradigan majburiy emgak ko'rsatkichlari nurg'un ahvollarda mavjud. Ba'zi ahvollar hatto ularni qul qilishdek insoniyatga qarshi jinoyatni tashkil qilishi mumkin. Bu BDT tekshiruvchi amaldorining tunji qatim Sharq Turkistonda majburiy emgakning mavjudligini e'tirof qilishi va uni insoniyatga qarshi jinoyatga bog'lish bo'lib hisoblanadi. Yaqinda o'zlarini Xitoyning mustamlik rayonlari deb atagan Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliya va Hong Kongning chet eldagi tashkilot rahbarlari, Xitoyning tahdidga uchrayotgan Tayvan va chet eldagi Xitoy demokratlari, Yevropa parlament vakillari, shundaqla bu rayonlar haqida tadqiqot ilib berayotgan siyosat mutaxassislari to'r suhbat yig'ini o'tkazib, Xitoyning mustamlik rayonlari patiqında o'z mustaqilligini tabriklayalamdi degan temini cho'radigan asosda Xitoy kommunistik hokimiyatiga qarshi xalqaro birlik sep uyushtirib, mustamlik rayonlarining erkinlik uchun o'rtaq kurash qilish haqida fikrlarini bayon qilishdi. Bu to'r suhbat yig'ini Himalaya Osiyo tadqiqot va tadqiqot markazi bilan Tibet yoshlari qurultiyi tarafidan uyushtirilgan bo'lib, suhbatga qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi: Xitoyning mustamlik tuzumi Uyg'urlarga tasvirlab bo'lg'siz azob kulfatlarni soldi. Boshqa nurg'un millat va e'tiqodchi xalqlarga o'xshash ularmi Xitoy tarafidan besilingan. Uyg'urlar navbatda duch kelgan insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik dal Sharq Turkistonning 1949-yil ishg'ol qilinganligining bevosita oqibati. Sharq Turkiston xalqi Xitoy kompartiyasining qo'lida ezildi. Bo'libmi Uyg'ur ayollari duch kelgan zulmni demokratik davlatlarda tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Eng vahshiy bo'lgani shuki, Xitoy hukumatı Uyg'ur ayollarini jismon jihatdan xo'rlab qolmasdan ularning ona bo'lish huquqini tortib oldi. Xitoy zo'ravonlari turma lagerlarda qiz ayollarga bosqinchilik qilib, qiynab azoblaganning ustiga ularni tug'mas qilib etdi. Xitoyning maqsadi Uyg'urlarning naslini qurtitish. Yiroqni o'ylaganda, Xitoyning navbatdagi irqiy qirg'inchilik siyosati Uyg'urlarni bevosita yo'qotishga qartilgan. Yevropa parlamenti Tibet manfaat guruhining a'zosi Mikolas Peksa yig'inni qilgan so'zda mundaq deb ko'rsatdi: Xitoy bilan Rossiya hozir dunyodagi ikki chong mustamlikchi davlat. Rossiya Ukrainaga hujum qilib urush patqiga patdi. Davlat ichida chiriklik nihoyatda og'ir. Balki u 10 yilga bardoshlik bera olmasligi mumkin. Ammo Xitoyning ahvoli murakkab. Chunki Xitoy davrimizdagi eng chong jahongir. Chunki u g'oyat zo'r sanoat va odam kuch boyligiga ega. Gerçi biz Xitoy imperiyasi cho'qim halak bo'ldi deyolmasakmi, ammo biz dal mushundaq bir bosqichda turyapmiz. Xitoy imperiyasi yolg'iz qelyapti. Dunyodagi ittifoqdosh davlatlar Xitoy qaytirma zarb beryapti. Chunki Xitoyning qo'rqinchli tajovuzchiligi ularni iskanjaga ilib oldi. Mencha bu halokatning boshlanishi. Dunyo hozir Tibetda, Sharq Turkistonda, Janubiy Mongoliyada
Xinjiyada, Manjuriyada va Hong Kongda nima ishlarning yuz berayotganligini bildi. Mushundaq ishlar boshqa davlatlarda yuz berishi mumkin. Biz buning oldini olishimiz kerak. Mencha, dunyoni tinchlikqa erishtiradigan birdan-bir usul Xitoyning mustamlik rayonlarini mustaqil qilish. Yaqında Qozog'istonlik Uyg'urlarning yigit boshlari va aktivlarining uyushtirishi bilan xayr-saxovat ishlari elib berildi. 50 tonnadan oshiq oziq-tulik Olmuti viloyatining Panfilov, Uyg'ur, Emgakchi Qozoq, Talg'ir, Qarasay va Ili noyalarida tarqitildi. Ularni shu yezlarning aktivlari muhtoj oilalarga yetkazdi. Qozog'istonlik Uyg'ur jamoati, madaniyat markazlari, yigit boshlari, xonim-qizlar uyushmalari va yoshlarning uyushtirishi bilan ahvol nachar va ko'p balliq oilalarga, majruhlarga, yetim yesirlarga moddiy yordamini davomli yetkazib kelmoqda. Buningdan tashqari ular tabiiy ofatlardan zardob chekkan shahar va yezlarni, favqulodda holat e'lon qilingan rayonlarni turmushga lozimli narsalar bilan ta'minlashga kirishmoqda. Bunda xayr-saxovat ishlari yerlik hukumatlar tarafidan qo'llab-quvvatlanib kelingan bo'lsa, aholilar orasida kuchli inkaslar qo'zg'amoqda. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Qozog'istonlik Uyg'ur millatparvar shaxslari milliy ma'rif, madaniyat, san'at, adabiyot sohalariga ko'plab moddiy yordamlarni berib kelmoqda. Ular shuningdek Dunyo Uyg'ur qurultayini moddiy jihatdan qo'llashga alohida ahamiyat bermoqda. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultayi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.